Bugun sizlar bilan birga politsiya obbi o'yinini o'ynab rohatlanamiz. Bu pastga chiziqcha 7 bu meni ukam. Hozir ukam bilan kim birinchi borish o'ynaymiz, kim o'yini yoqsa, o'shanga ana qilib qo'yarsizlar. Kommentga yozib qo'yarsizlar. Ukam bir borsa like bosasizlar, men ham bir borsam podpiska bosasizlar. Bo'lmasam biz boshlaydik. Tezroq yurishga harakat qilamiz. Chiqamiz. Keyin nechta o'lganimni hisoblab turinglar. Ukam telefondan anaqa oxirgi orollarni anaqasini ovoziga oldi. Qayerdaligini bilmaymiz. Biz qaramasdan ketamiz unga. Mana ekan to'g'rimizda ekan, bizdan oshib ketibdi. Buni sakrab qochamiz. Tezlashamiz. Keyin agar bu video 50 ta like yig'sa, mana shu politsiyani hardidan qochamiz. Yana 100 ta like yig'sa, lavadan qochamiz. Atak Roblox boshqa o'yinlar ham o'ynaymiz. Nima o'ynashimizni o'zingizlar kommentariyada yozib ketinglar. Qochuringdan eshak. Gap qilib lapatkani olamiz. Olib kersam bo'lardi-yu. Eshak ochilmayapti. Tushamiz. Bu lavaga tushib ketish aniq ko'timizga ham ketadi. Shuning uchun sakrab qochamiz. Men o'zim bilmagandim. Keyin amatdan o'tamiz. Lekin tushib ketsa ilmiy tekshiruv bo'lamiz. Birat tosh tashlab bo'ldim. Yetaman. Yetolmadim. O'ldi. Biz keyingisiga o'tib oldik. Qaranglar. Tosh to'g'risiga turib beraman. Hozirlashdim. Tushsa ulguramiz. Shunaqa qochib qolamiz. Endi 2 minut bo'libdi. Agar shu o'yindan 10 minutdan past vaqt ichida o'ta olsam, bitta like bosib qo'yasizlar. Hozir ham yetoriydi shuncha. Qaranglar, sizlar uchun ishlaydigan bitta layfhak ko'rsatib ketaman. Tiralib o'tasizlar. Keyin orqangizga qarasanglar, tiqilib qolgan bo'ladi. O'zim topgan layfhaklardan bittasi bu. Mendan oshib ketishga harakat qilyapti. Ozgina qoldi. Mana shu joy eng qiyin joylardan bittasi hisoblanadi. Lekin unchalik qiyin joy yo'q. Voy, ko'rasizlar. Menga bo'lsam tezligim bordi, uchida ushlab qoldim. Bo'lmasa kelamiz. Voy, ukam ham yaxshi o'ynar ekan. Oldinlari bittada o'lib qoldim, charxab. Shundan o'ta olsam like bosib qo'yasizlar. Davay. Ketdik. Qayerga o'tib ketdi? Qayerga?
Boramiz. Bizda juda ko'p chalg'ishlar bor. Foydadan. Mana qoldik va u bizda ancha o'tib ketib qolibdi. Hop, yetib olamiz baribir hozir. Hop, o'tdik. Ketamiz. Tezlash kerak. Voy, nimaga? To'g'ri o'tgandimi? O'tib ketamiz. Bu safar yes. Tezlash. Voy. Ujani anaqa yetib ketdi. Hozir u joyda voy. Shuni ustida o'ta olsam like bosib qo'yasizlar. Hop, sizlarga lifehack ketaman. Lifehack emas, to'g'ri, o'zi o'lib yotibdi, yo'qotdan lifehack ketadi deb o'ylaysizlar. Agar mana shu tizovda saqlasanglar, pastga tushib ketgandan keyin ham tirik qolishingiz mumkin, chunki pastda anaqa bor. Biz bu yoqqa kelamiz, mana sakraymiz, mana ochamiz-da, pastga tushib bitta o'lib olamiz. Albatta tezlash uchun. Yana o'lamiz. Keyin o'tib ketamiz. Keyin ishda sakrab o'tamiz. Bu vaqtda ancha teshadik. Hop. Mashdan tezlashtirib o'tamiz. Tezlashtirib. Hop, tezlashtirib o'tamiz. Harakat qila olganimizcha. Tezlash. Mashda sakraymiz va chiqib olamiz. Hop, ketdik. Va nihoyat uni hop o'ldirib bo'ldik. O'ldirish oson bo'lmadi. Hop, va biz tezlashtirib ketamiz. Voy, dali uchdik. Ammo o'ldik. Hop, biz yana tezlashtirib ketishimiz kerak. Mashtroldan tushsak, menimcha to'g'ri boramiz. Hop. Ana. Voy, dali gravitatsiya ishlamay qoldi bu yerda. Hop, endi tezroq chiqamiz. Tezroq chiqdik va bosdik va mana shu joyda ozgina bosh og'riq bo'ladi. Boyga aytgan va'damdek, agar 50 ta like kelsa, qiyin hard rejimida o'ynab ko'ramiz. Hop. Chiqib ketdik aslida. Hop, endi mamutga kelarkanmizda, hop, tepaga chiqib turib narsa olishimiz kerak. Hop, bo'lmasam tezlashimiz kerak. Hop, bu yerda 3 ta qo'yib qo'ygan, lekin bizga 3 ta olish shart emas, chunki boshqa ish qilishni bilaman. Shunaqa qilib tez o'tib bilan mamutga kelamizda. Mana shuni bostirib, ani robot qo'lini sindiramiz. Allah taktikka qilganman men. To'g'ri.
Eşnaqa burchaga tran olishinglar kerak. Endi keyin sizlarni o'rg'oninglar. Hop, xohlasanglar yig'ib olasizlar, mantangalar. Xohlasanglar yig'maysizlar. Hop, endi biz mana shu mashinaga o'tirishimiz kerak va qayerga borishimiz kerak. Lekin bu mashina ozgina o'zgarib qolibdi, chunki oldin bunaqa emas edi. Biz boradigan joy, hop, bu yerdan sal uzoqroq bo'lishi kerak. Mana yetib keldik. Hop, endi hop, qayerdan chiqardim? Mana ishdan chiqardim. Lekin faqat mana xil qo'yishinglar kerak va mashinadan chiqib turib, mana qilib chiqish kerak. O'zi bu yerdan chiqishda boshqacha yo'li bor, lekin men u yo'lni ancha qidirganman, lekin topolmaganman. Kimdir bilsa, kommentariyaga yozib qo'ysa qanaqa yo'lligini. Hop, tezroq chiqamiz va chiqdik. Hop. Ve mana aytishgandek o'yin yutdik. Xohlasang mana bunday xil hozir armory emas. Hop, hozir hop, Mason Sales'mida hozir shundoq bo'ldi. Mana keldik shu yerga mana. Vrachga bor. O'sha vrachni qamoqqa olishimiz mumkin. Vrachga bu yoqqa keling. Mana qamoqqa qoldik. Endi yutgandik. Endi keyingi o'yin nima bo'lishini yozib qo'yinglar. Hop, biz oxirgi pullarimizga nima olib ketamiz? Hop, coinsga hech narsa olib bo'lmas ekan. Va sizlarga ham